Bolam, ertalab tanadagi energiyani uyg'otmoqchi bo'lsangiz, albatta iliq suv ichish ichki a'zolarni uyg'otadi. Ayniqsa oshqozon va ichaklar ishini boshlaydi. Iliq suv ichish qon aylanishini yaxshilaydi va zararli moddalarni tanadan chiqarishga yordam beradi. Sovuq suv oshqozonni sovutadi va hazmni sekinlashtiradi. Xitoy tabobatida aytilishicha, sovuq suv tanaga sovuq energiya olib kirar. Bu esa vaqt o'tib charchoq, hazm muammolari va hatto immunitet pasayishiga olib kelishi mumkin. Iliq suv esa aksincha yordam beradi. Doimiy suv ichish terini toza, nam va sog'lom saqlaydi. Tanadagi qiy energiyasini suv orqali erkinroq harakat qiladi. Suvsizlik bu energiya oqimini sekinlashtiradi. Eng muhim eslatma, suv ichishdan oldin tishlaringizni yuvish yoki tuzli suvda og'zingizni chaying. Bu kechasi bilan og'izda yig'ilib qolgan bakteriyalarni suv bilan birga ichingizga kirishini oldini oladi. Videoni saqlab qo'ying, yo'qotib qo'ymaslik uchun. Va izohlarda qaysi shahar yoki davlatdan ekanligingizni yozib qoldiring.